Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz hozir mana YMT'dan traktorimiz ichidaman. Mikseri mana bu. Ikkita mikserimiz bor. Mana bu ikkinchi mikser. Buni har 15 kunda tozalab turish kerak. Sababi mana qangi mohorlab qoladi. Shuning uchun keyin pichoqlarni ko'rib qo'yiladi, tozaligini, boshqani mana bu yerlar sinib ketibdi mana pichoqni. Bular po'latdan qilingan, o'tkir. Lekin shunda ham baribir 12 tonna yem tayyorlanadi. Shuni mana yana ham qirqiydi, maydalab qirqib maydalaydi. Mana bu yerda mana magnit bor. Bu magnit har xil metal miqlarni ushlab qoladi. Shu temir bo'lsa bo'ldi, shu magnitga yopishadigan juda qattiq. Mana etigimni bunday yopishtiryapman. Tagida temiri bor, zo'rga tortib olyapman, o'ta qattiq. Agar bu yerga pichoqni qo'ysangiz, umuman chiqara olmaysiz. Misol uchun mana bu yopishib qo'ygan, umuman qo'lda chiqara olmayman. Mana bu mana singan, qarang, singan pichoqni ham ozuqaga qo'shib yubormagan. Mana shu magnit ushlab qo'ygan. Shuning uchun xo'jaliklarda qattiq magnit bo'lsa, bir qator ozuqalarni magnitdan o'tkazib yuborsanglar ham har xil muammolarni oldi olinadi.